Mana yurtdoshlar, bugun bu tuvakka bir o'ntalar qalamchadan ko'chat qilgandim, geran gulini. Shularning 5 tubini oldimmi? 5-6 tubini olib, boshqa tuvaklarga o'tkazyapman-da mana bular ko'ryapsizlar. Bular tomirchalar chiqib qolgan. Buni men qish oylarida qalamcha qilib qo'ygandim. Mana bugun 22-aprel kuni bularni tuvakchalarga отдельно o'tkazyapman. Bular bir xillari tomirlari yaxshi, bir xillari kamroq. Buni tomiri kamroq ekan. Buni boshqa yaxshiroq tuvakka o'tkazib karnivinli suvdan beraman, tezroq o'sish uchun yordam bo'ladi. Bular tomirlari katta ekan. Bular tuvaklarga ekib qo'ydim srazi. Mana yurtdoshlar. Shundoq qilib gullarni shunday ko'paytirsangiz bo'ladi. Mana gulga mehr bersangiz, gul o'lmaydi yurtdoshlar. Geran gulini ko'chat qilganingizdan keyin bir yaxshilab sug'orib, tomirlarni joylashtirib olasiz. So'ngra bunga iloji bo'lsa teplichka qilib qo'ysangiz bo'ladi. Teplichka qilmasangiz ham soyaroq joyiga qo'yib qo'ysangiz o'zi tomirib o'sib ketaveradi. Keyin bir tomirlar joylashgandan keyin quyoshli joyga qo'ysangiz ham bo'laveradi. Bular ko'p suv talab emas bu gul. Har zamon suv quyib turasiz. Yozda kunlariga bir haftasiga 2 marta quysangiz bo'ladi suvni. Hozir bahor oylari, havo bulutli, salqin kelyapti. Shuning uchun ko'p suv quyganimiz yo'q. Bir haftada 1 marta yo 10 kunlarda 1 marta quyapman suv gullarimga, geran gullarimga. Geran gullarning tagini kavlab ko'rapman. Namligi bo'lsa bo'ldi, geran o'sadi. Bularga hech qanday agro tuproqlardan olib kelganim yo'q. Mana oddiy огородный tuproqlardan o'tkazganman. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Cherenda go'ng bor, tuproq, kul aralash, hammasi aralash. Hech qanday mana ular perlitlar qo'shilmagan bularga. Mana yurtdoshlar. Mana bularni ham kecha 2 kun bo'ldi ko'chat qalamchadan o'tkazgandim bularni. Bularni endi teplichka qilib qo'ysam, salafon yopib qo'yaman ustidan va soyroq joyga qo'yib qo'yaman. Bularga suv quyilmaydi. Hafta 10 kun suv quyilmaydi. Mana yurtdoshlar, bunda hali qalamchalarim bor, bilmayman, bularga hali tuvak yetishmayapti. Baklashkalardan qirqib tayyorlashim kerak. Baklashkalarga qirqib tayyorlab, bularni ham hammasini отдельно baklashkalarga ekishim darkor yurtdoshlar. Mana